Har kimiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yaxshi ko'radi, bu video o'sha uchun. Payg'ambarimizni ko'rganingizda nima degan bo'lardingiz? Solib oyoqlaridan o'par edim. Va bizdaqa ummatlar hozir bo'lganidan ulardan kechirim so'ragan bo'lardim. Ikki kalima gaplashdi va aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mundoq ummat bo'lganimiz uchun ma'ziratxo'yi qildim dedi. Voqean har kimdiki qalbiga muhabbat Rasululloh, ishq Rasululloh bo'lsa, vaqtiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning otini eshitadi va bir kishi undan savol qilsaki, oyo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zindaligingga ko'rsang, nimarsa deysan o'shaga? O'sha vaqt aslan tili yurishmaydiki gaplashsa. Nimarsa uchun? Bahotirki yaxshi ummatlik qilganimiz yo'q. Vazifamizni durust ado qilganimiz yo'q. Oyo sizni biz ki udini ko'rasiz, oyo yaxshi ummatmizmi? Oyo voqea ummatmizmi? Oyo mas'uliyatiga sizni bizga min haysi bir ummat uchun berilgan ado qilganmizmi? Qancha muhabbatimiz Rasulullohga bor. Qancha ishqimiz Rasulullohga bor. Qancha Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Qancha Rasulullohni qo'ygan qadamlarini yuzidan sizni biz ketamiz. Aytgan so'zlarini amal qilamiz. Qancha sizni bizga amr qilgan o'shalarni bajaraymiz. Oyo yaxshi ummatmizmi? Oyo gaplarimizga yolg'onimiz yo'qmi? Oyo tuhmat bo'hton qilmaymizmi? G'aybat qilmaymizmi? Bir tani molini yemaymizmi? Bir taga zulm qilmaymizmi? G'aribi bechora va qo'ldan tushganlarni qo'lidan ko'taramizmi? Muhabbat qilamizmi? Baxshish qilamizmi? Birtasi bizga zulm qilsa uni kechiramizmi? Birtasi bizni urishsa, so'ksa unga yaxshilik bilan javob beramizmi? Hamsiyamizni ahvolini so'raymizmi? Marizni ahvolini so'raymizmi? Qaysi aytganini Rasulullohni amal qilamiz? Namozlarimizga pobandmizmi? Halol haromni toniymizmi? Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'ygan qadamlarini joyiga sizni biz qadam qo'yib harakat qilsak, qachon, qaysi sistemga, nima tariqdan sizni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ketidan harakat qilamiz? Vaqtiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tonisak. Oyo sizni bizniki udini ko'rasizlar, opa-singillar, akalar, ukalar. Agar Rasulullohni aytasizlar, yaxshi ko'ramiz, qancha Rasulullohni toniysizlar? Zindagi Rasulullohdan qancha ma'lumotlaringiz bor? Rasululloh kimdir toniysizlarmi? Sirat Rasulullohni o'qiganmisizlar? Zindagi nomai Rasulullohni o'qiganmisizlar? Pas Rasulullohni qandoq toniysizlar? Qur'on tilovat qilamizmi? Rasulullohni taniylik deb bir kitob Rasululloh uchun o'qiymizmi? Sirat Rasulullohni ta'qib qilamizmi? Vaqtiga xohlaysizlar, shundoq rahbarimiz bor, shundoq payg'ambarimiz bor, shundoq dilso'zimiz bor, buni tanishlik uchun nima ishlar qilsak kerak? Avval uni tanishlik kerak. Qandoq uni taniymiz? Siratini o'qishlik kerak. Zindagi nomasini o'qishlik kerak. Ba'dazu siz biz Rasulullohni taniymiz va qandoq insonligini taniymiz. Pas opalar, akalar, ukalar, otalar, onalar, avval Rasulullohni taniylik. Sizni biz aytamizki, bizlar ummat Rasulullohmiz. Payg'ambaring kimdir? Muhammad Amin deymiz. Ammo Muhammad Aminni hanuzgacha taniganimiz yo'q. Muhammad Amin kimdir?
Rasululloh kimdir? Faqatki eshitib biz o'sha mullolarimizdan, olimlarimizdan, da'vatgarlarimizdan eshitib biz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb biz va o'sha Muhammadur Rasululloh kimdir toniganimiz yo'q. O'shani zindaginomasini taqib etganimiz yo'q. O'shani durust toniganimiz yo'q. Pas Rasulullohni vaqtiki otini eshitsangizlar, yuraklaringiz shundoq xushhollik his qilsa, zamona sizlar o'sha hisni topasizlarki, Rasulullohni tonisangizlar. Pas Rasulullohni siratini o'qingizlar, Qur'on tilovat qilingizlar, ko'p durud o'qingizlar. Agar xohlaysizlar Rasulullohning muhabbati qalblaringizga jori bo'lsa, Rasulullohning muhabbati misli qonimizdek raklarimizga gardish qilsa, uni tanishlik kerak. Uni siratini o'qishlik kerak. Vaqti bu opa singlimizday birta sizni bizdan so'rasaki, sen men bir ummat Rasulullohsan, vaqtiki Rasulullohni ko'rsang, nimarsa deysan, nimarsa istaysan o'shadan desa, guluningizni to'ldirsa, gaplashmay qolsangiz, yo muhabbatdan yo sharmsorlikdan, u vaqt his qilasizki kimda ummatimiz. Pas Rasulullohni tanishlik uchun sirat Rasulullohni mutolaa qilingizlar. Bir kitobi sirat Rasululloh ko'p bo'lsa, ezirpa 200 afg'onidir. Vaqtlaringizda olmaydi. 1 soat, 2 soat TikTok, Facebook, YouTube, Instagram va g'ayra shabakahoy majoziga vaqtimizni sarf qilamiz. 10 daqiqa, yarim soat Rasulullohning siratini mutolaa qilishlik uchun vaqt qo'ymaymizmi? Pas siz biz qanday ummatmiz? Nimarsa uchun bugun Rasulullohga tavhin bo'ladi, siz biz hech narsa deya olmaymiz. Nima uchunki Rasulullohni durust tanimaymiz. Pas Rasulullohni tanishlik uchun Rasulullohni mutolaa qilishlik kerak. Sirat Rasulullohni, zindagi nomi Rasulullohni mutolaa qilish kerak. Pas har aziziga bu videoni ko'rdingizlar, bu videoni do'stlaringizga tarqatingizlar, toinki sizlar sabab bo'lingizlar, ular ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanishlik uchun harakat qilsin bu videoni ko'rganlar. Hammalaringizni Alloh tabaraka va taologa topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.